Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari va mehmonlariga. Hozir keyin navbatda tushunamiz. Qashqadaryo viloyatiga chiqib ketyapti. Xulasa bir komplet pena olay apparatimiz 3 ta qolip bilan ketyapti. O'rtasi dumaloq qolipdan zakaz bergan. Bitta 20-36 razmerli, bittasi 76 li turbaga teshib berilgan. O'rtasi shilaka bilan razmer, bittasi 2 dona perigordga chiqadigan, qolgani abishdan chiqadi 20-30-60. Pena generatorlari, kompressor, mikser hammasi ishlari sovordik. Gazobloyimizdir, urushning reskalari. Bu bir dona yotiq qolipimiz Pop tumanida tushib qoladi. Bitta latoga bilan akamiz zakaz bergan. Bu yoqda mana pena blogimizda latok tumbalari, mikserlari. Bu yoqda mana gazobloyimizning mishalkalari. Ekranda raqamlar qoldiryapsiz. Pena blog, gazobloy shinasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. O'rgatib, o'rnatib, ishga tushirib beriladi hamma yo'qni. Like bosib, kanalga obuna qo'yishingizni unutmanglar.